Bugungi obzorimiz Prince Prinsessa balalar bog'chasi. Оның ішінде не заттар бар? Осы видеоны ақырына дейін көрің. Қазір сіздерге hammasini ko'rsatamiz. Kirib kelaversa, sizni ustunday reception kutib oladi. Hamda balalaringizni tarbiyachilar chiqib, o'sha yerda kutib oladi. Hozir sizlarga ishim ko'rsatamiz. Balangizni wunderkind yomasa geniy qilib jibiradigan xona o'sha desakda bo'ladi. Bunday xona bu sadikda ko'p, hamda bu yerda ular yozuvdi, alifbeni, o'quvdi, hammasini o'sha yerda o'rganadigan bo'ladi. Hozir biz sizga o'sha sadikning boshqa bo'lmalarida ko'rsatamiz. Hozir bizlar zavtraqqa keldik, ham sizlarga ularning ovqatlanadigan yerlarini ko'rsatamiz. Balalar asxonasi. Aziz do'stlar, hozir balajonlarimiz uxlab qoldi. Bu yerda shovqin ko'taruvga bo'lmaydi. Qaniki bizlar ham ustunday 1-2 soat uxlab olsak. Bizlarning Instagram paraqamizga podpiska bosib qo'ysangiz bo'ladi. Yaqinda nabor bo'ladi. Hamda bizlarga podpisim bo'lgan ota-onalarimiz особый условиялар, skidkalar bilan balalarini jazdirsa bo'ladi. Hammangizga rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.